Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Metal Tom, ya'ni Matama kanali. Ko'rib turganingiz bozdan selgan horimiz akalar. Bu horimizda uzunligi 25,5 metr, bu bozimizning qadligi 10 ga 5. Bu horimizda sverkalar hamma yo'g'i mana yaxshi bo'lgan hozir. Mana shu holatda hozir ko'chirib ko'rsataveramiz. Mana shu holatda qilingan. Bu cheklarga plankada qo'yib beriladi akalar, chunki bu horimiz o'ta uzun, bez ustun turadi. Bu horlarimiz ikkalasini qo'shilganda 50 metr akalar. O'rtasida bitta ustun tursa, boshqa ustun kerak emas bu horiga. Bu horimiz o'zi bez ustun turadi, shuning uchun bozdan yasalyapti bu. Bu horimizning ichi ham, tashi ham hamma yog'i bozdan bo'lgan. Mana bu horlarimiz akalar konteynerda eshikdan chiquvchi boz materiali bo'lib, bu horimizni 1 metr narxi bo'yicha 350 ming ekan. Chunki bizning nomidan chiqaruvchi alohida skidka qilib berishar ekan. Matama, ya'ni Metal Tom markazi. Shunday navest horlar va boshqa valaybatlar uchun akalar bizga murojaat qilaverasizlar. Murojaatchi telefon raqami ekranda joylashgan.